Assalomu alaykum Xorazm Moto savdo obunachilari. Bugun yangi yapdan kelgan Zafer ağamıza Demash skuterini berdik. Doğru korobkadan açıp ko'rningizda kurab berdik. Demash skuteri 250lik motor, 20likdan 5 akkumulyator 80-100 kilometrgacha yurib beradi. Kredit asosida berdik. Zafer ağa, rozimisiz? Savdodan ko'nglingiz to'ldimi? Razım. Eldindan pul berdingizmi kredite? Bir so'm pul chiqdimi? Bir son pul çıktı. İşiniz chalmoqda bitti. Yarım saat etmedi. Yarım saat, bir saat içinde skuterini kurab, yarım saatte kreditinizden bitirip verdiler. Tepsi etesmi? Ketaveram men. Hava. Emunda, so'msiz. bir so'msiz. Emunda Shavatdan kelgan tayramiz hozir o'zini massakel ko'rib turibdi. Siz ham yoqdimi? Zo'r. Qachon olasiz endi? Endi hozir ko'ramiz, bir ko'rik. Asa tezlashtiring, tashkili bormi? Bo'la tashkil. Bo'ldi, hisob esa. Tabriklaymiz, yaxshi kunlar ayting. Bizni bundan ulayversin. Kimga shunday skuter massakellar kerak bo'lsa, kelaversa Xorazm Moto savdo manzil Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani. Kredit olish uchun mahalladan hokim yordamchisini bir dona spravka olib kelasiz, bo'ldi. Ishingiz bitadi, ketadi. Kelaverasizlar.